çoqara şundaq kelişkendigine. Onun təliği çoqara sen tolımı düşse. Güzel qandaq mağdığandım oşduq igiz ayaqlar bilen ha? Yaxşımısınız? Yaxşımı. Yaxşımısınız? Kelim. Qani yuqori o'tirib. Voy adaş, o çoqara başqa birisi bilan tanışıp oldin kun to'yini qilibdi degina adaş. O'sha yosh kirgan qanchalik saldi ekan to'yliqni. Ko'pchilik yaqinqi yillardan buyon isrofchilik mush atrofimizda bak yamrab ketyapti. Bizmi ba'zida bilib bilmay, nadiki yuz obro'yini talishib, isrofchilik, badxarjlik qilyapmiz. Şuna baş şirket her qaysi tarmoq şirketler bilan bir vaqtda muşunga qarshi turish harakatini yo'l qo'ymoqchi. Shuningga biz bunga jiddiy qaramasak bo'lmaydi. Mümkün. Bundan keyin endi qahva ichamaydigan bo'pti menda. Ay shokolad qizi. Bak aqlli qiz jumosiz ukam, ha? Mana birdamdila isrofchilikqa qarshi turishning birinchi yo'lini topdi mana bu qiz. Ukam, ashna qilsangiz salomatligingiz foydasi bor. Yana nega? Shoma. Ni, ha? Jiga dennoshan var yoshi, ni baji gumsidi den lanfil taydo olagin ya. Shama nega? Sama bafkam. Chashpasunamda bir much vaqtni isrof qildi ekansiz. Güzelmi shu? Natki bir tatanpatli kiyimlarni oldim deb turdin, pulni isrof qilib. Matatanpatli bo'pirdi bunaqa. Qamlashmasin, she'r yozdim deb bichara xotirning daftarlarini yitib qag'az turlab. Onu bir isrofchilikda mana. Diqqat qilinglar bundan. Mana mayli bala buludov kulram, ha? Diqqat qilinglar mana. Eng muhim gapni endi deydi. Yeni bir muhim ish bosh shirkat madaniyat tarqitish shirkatidan birini qurmoqchi. Direktor, o madaniyat tarqitish shirkati bilan bizning ne munosabatimiz bor? Biz ya kino ishlamasa. Mana shunda qiziq gap qildigan ballada bu. Va qanday munosabat olmaydi ukam? Qanday munosabat olmaydi? Agar o shirkat qurilib qolsa, bizning shirkatimizning e'lon tashviqotlarini, ana o'tgan yil Fazil direktor deyishgan televizor teatrlarini qo'qmay ishlaymiz emasmi? To'g'ri. Ona ssenariyosini men tatanpat yozmoqchi bo'lgandi. Qani bu ismini ko'rsatmaysan qo'y. Mishda balacha bu. Shuningga a shirkat qurilsa to'psi zo'r bo'lar, mana chiqaqma uningga. Mevcut direktor to'g'ri aytdi. Bu shirkat qurilguncha bosh shirkat har qaysi tarmoq shirkatlarning ommaviy tashviqot e'loni ssenariyasidan birini yezib topshirishini hamma tarmoq shirkatlarga o'rnashtirdi. Qaysi shirkatning yozgan ssenariyasi yaxshi chiqsa, shuni sur'atga olmoqchi. Mana bir fursat ko'raman. Fursatni chiqib tutmasanglar bo'lmaydi. Agar fursatni yaxshi tutmay, bunda yaxshi ishlarni boshqa tarmoq shirkat xizmatdoshlaringlarga futurib qo'ysanglar, o'zinglardan ko'ringlar. Biz chuqur futibmiz. Biz g'alaba qilamiz, chuqur qilamiz. Yaxshi, men tarbiyalagan bolalardan gapirganlarda. Oy, ras. Eng katta xush xabarni bir yetkazibdinglar. Qaysi xizmatchining yozgan ssenariyasi yaxshi chiqsa, shu xizmatchini mush yangidan qurilmoqchi bo'lgan madaniyat tarqitish shirkatining muavin direktorlik qo'ymoqchi. Ham shu shirkat qurilguncha tarbiyalanishga o'qishga vatidi. Jim. Mana shunday bolalarimiz mana o'zinglarni tutolmaysizlar. Hayajonlanib. Azroq bir manfaatdan kelib chiqsa endi o'zini tutolmayman. Cho'qirishib ketganlar. Kim men deb qo'yay? Peki shirkat qurilmadi. Kim bo'ladi aniq emas. Men qallanlardiki muavin direktor degan xiyolni az qilib, men shirkatni ish to'xtatib qolmasin men deb qo'yay. Uni sen tabatdi az xiyol qilmaysan deb qo'yay. Diqqat qilinglar men deb. Mayli diqqat qilaylik. Degan gap qulog'inglarda tursin. Bu ssenariyani bosh shirkatga topshirganga faqat 3 kun vaqt qoldi. 3 kun? Endi oz bo'ldi. 3 kunda kasbiy artistlar tayyorlik bilanmi? Shunlashgan Muratjon ukam. Vaqt oltindan qimmat degan gap bor bizda. Vaqtni hozirdan boshlab tutinglar. Tutinglar. Lekin men deb qo'yay. Men deb qo'yay. Men yozdiqda. Ya'ni tatanpatli bir narsalarni yozib qo'ymanglar, ma'qulmi? Men deb qo'yay. Lekin buda Lala direktor ishimiz yig'ib olish mas'ul. Boshqa ishimiz aralashmaymiz.
Sizlarmi cho'ng bo'ldinglar. O'z oldinglarga ishni tatib elishni bilinglar. Sizlarga bu xotirjam ish topshirig'i bo'lsin. Xotirjam bo'lar. Ko'pchilik. Hay. Mo'g'u shu isrofchilik to'g'risida degandan keyin men bunda hashamatchilik, undan keyin yemak-ichmakni isrof qilish to'g'risida o'ylashqandim qanday bo'lar? 我觉得我们应该写一个像这个办公室啊、公司里头浪费这个纸呀、铅笔呀这么点事情的这个剧本嘛，好一点，我觉得。 Ishqilib men Mejitga sen vaqtni bek isrof qilsa degan shoma vaqt to'g'risida yozib baqaymikin deb o'ylashib qoldim. Hay umi bo'g'udek. Mejitkom meni siz kiyim kechak, mushu grim buyumlar to'g'risida yozsangiz bo'larmiki degan. Shu men oshtaq yozoymiki deb o'ylashyaptim men. Bola. Abbo o'ylashdim, yozatdim demay, kash yozing. Ha? Yozing. Qash yozg'ilgan bo'lsa yozdik. Yozib baqmsak yondan narsa. Avval o'ylashib, ondan yozamiz. O'ylashmay turib yozsak bir mo'ch varaq isrof qilaqjon. 你们想这个如果每个人每天都浪费那么一张纸的话，这全世界，多少森林都没了。喂， bo'ldi qilan. Sen dimsamchi bilan bilamdim bu. O'zi quruq gap o'qiyap. Sami, siz nimani o'ylashdingiz? Men o'ylashmidi? Ha. 100 bo'ldi? Oyya. Voy sen yezib bo'ldim deb hamda tetanpatli she'r qo'shiq yezib yurmagansa. Amsi nim yozdingiz? Hammamizga o'rtaq bo'lgan muhabbat isrofchilik. Shunday qilay. Voy muhabbat isrofchiligi deb gap bormi bu yerda? Ha? Sami. Hey, nadan. Map sizlar bir ishdan tetekdan faqat o'ylashmaysizlar. Ha? O'ylab bakinglar. Odam deganning bir tal yurki bor. Demak, shuning uchun odam degan bir odam chin yurkida suyish kerak. Ba'zan bir odamlarimiz bor. Ular yili buni yaxshi ko'p yuraverdi. Mana mushundaq odamlar, mushu muhabbat degan atalg'uning shaniga dog' yetkazdi. Mana bu haqiqiy muhabbat isrofchilik. Biz hissiyotli hayot odam bo'lgandan keyin o'sha hissiyotimizni, muhabbatimizni, oilamizda qo'llashga, ota-onamizga vafodorlik yetkazishga, o'sha ona tuprog'imizni sevishga, muhabbatga mangu sodiq bo'lishga ishlatishimiz kerak. Siz bek sodiq, bek sodiq. Siz faqat muhabbatni isrof qilmaysiz. Film mashtaq bolanim simolog'u. Shunga o'shgan sodiq hop etadi, ha? Jon. Voy qarang Sami, agarchi mush hamma o'g'illar sizdek o'ylagan bo'lsa, Elim men bag'o, men bo'lsam yetadi. Voy güzel. Bu o'g'illar cho'sh ig'izlashda deydi, amniyati yo'q. Kim shunday deydi? Hamma g'avval o'xshash emas. Siz deb qo'ying. Men sizni dedim, Murat. Asma ko'zingizga bolalarimning onasida ko'rinib qolgan o'xshamamdim. Men shunga muhabbat. Yaxshi. Ana sen talash tatishib ketib boramsan, qanday? Murat, ko'zingga nim ko'rinyapti-ku? Men ro'shangul ko'zlarim yelqidek ko'rinadi. Voy, yana bunday ko'rinyapti. Mush ssenariyni qanday yozish to'g'risida maslahatlash. To'g'ri. Ssenariy emas, ukam bo'lmamda. E'lon, tashviqot e'lon. Ommaviy e'lon desak bo'ldi uni. Ssenariy degan bunda kino, bunda
televiziya teatrlarını senaryo deydiganda o. Bilgan qiyofasi. Ay, kerak yo'q. Bo'pti. Voy, yaxshi. Ha. Qani. Bi. Anglab baqila, o'ylashqininglarni. Qani, qaysinglar? Aka. Men yuz bo'lganda men o'qiyman. Yuz bo'ldi? Ha. Ma yuz bo'pti. Nima? Hı? Kecha chizibsan-da. Bir kecha o'tirib yozdim aka. Shundami? Yomon nimada? Chaqqan balada, chaqqan bala. Okey. Anglab baqila. Ha, bo'ldi. Bo'psa uni, ha. Asa o'qishni boshladim. Bu Ommaviy e'lon. Tashviqot qilamiz, tashviqot hisobda. ommaviy tashviqot e'lonining asosiy mazmuni. Bir yigit bir qizni yo'lda uchirtib tunji ko'rishdilar, yaxshi ko'r qoldi. Shundan bilan bu qizni o yigit doim u yerda uchirtib turdi. Lekin o hijil bo'lib, endi muhabbatini ash qizga endi ifodalab bermaydi. Shundan bilan bir kuni shu yo'lda ketib beribdi, bu qizni yana uchirtib qoldi. Uchirtib qolgandan keyin bu qizning o'sha keyini tushibla, uyini bilib olaychi debla, keyini mangdi. Bu qiz ola shuni bir uy kirkitdi. Kirketgandan keyin bu bola endi eshikda o'tirib saqlaydi chiqishni. Saqlaydi, yana saqlaydi. Shuni kunlar o'tdi, yillar o'tdi, shu yerda o'tiraverib, oxirida chidamay shuni uy kirdi. Qiz uni uy kirgandan keyin, asli bu qiz ola sestra ekanlar. Sestra olgandan keyin u uyda birisi og'rib qolib ekan, shu bemorga osma qo'lni sepla, kayni ishdan chiqib allaqachon ketib bo'lgan ekan. Shuni bilan tugdi. Tugdi? Ha? Tugdi? Tugdish? Tugabdi. Yaxshi. Qalamlaringga dattak musofka. Sen yardım aka? Voy, yarimomdiki. Ta'sirlanib ketdim, xiyollan qilibman. Ta'sirlanib ketdim. Lekin bu shirkat balki bizning mahsulot, biz isrofchilik dedik, qani shu isrofchilik qanday qilindi ya? Ha, aka, buningda isrofchilik bor. Endi men buni shirkatning ichidan cho'ng jamiyatga chiqib ketib, o'sha xalqning ko'nglidagini, yuragidagini yozdim-ku. Buningda endi hammamizga o'rtaq bo'lgan muhabbat, bo'libmi muhabbat isrofchilikni yozdim. Nima? Muhabbat isrofchilik. Muhabbat isrofchiligi bormi? Yo'ldan chiqamiz. Bu endi biz adabiyotchilarning endi yurak qinimizga singan ideyalarimiz-ku aka. Buningda endi bu balani endi shu qizni natija saqlashi, shu muhabbat Ne bo'ldi? Atmanka matatanpatni gaqibami jip tursam davatgan jipini qara xijil olmaydi. Hey, Ancha isrofchilik qilamda shu. Ha? O bir yigitning saqligini o bir vaqt isrofchilik olmamdi, vaqt. Ha? Amsa aka, men filmning xotimasiga bu yigitning muhabbati botdi. Satqinlik qilib, maqsadga kirib oldi deb yozmasak bo'ldi-ku. Matatanpatni nima deb yurdi? Davatgan jipini atamdan nervisini o'ltirib. Qani o bizning shirkatning nomi qani? Biz ishlab chiqqan mahsulot qani? Sen nima yozsan? Sen nima yozding? Aka, undaqsa, liqi balni qo'liga bu suratda qanday bizning shirkatning mahsulotini tutqizib qo'ysak bo'ldi-ku. Nima yana tatampa men nima bekor basam bo'g'ib qo'yman mobalini at deganda yozgan bir nimasi ko'maning. Atkina bo'ldi. Qatnashma. Roshangul. Adana siznikini anglab baqila. Oy şu kalanım şerdi battı ya zaten. Nerede? Tuyuksuz yok ol ketdi desem. Oturma bo'ldi, oturma. Güzel. Siz o'ylig'ingiz bir deb beqma. Tatanpati bir uyini olasiz siz. Siz axcha. Men dix o'ylashmagan.
Baya o'ylashdingiz mi? Shu o'ylashgan, shu hozir bir qo'rqib ketibdi, unutib qoldi. Nimadan qo'rqib ketsin? Qiziq gap qilgan qiz bor ekan mana. Tirishdan gapmi bir. Ashoma. Asho, ni shu. Asho, ni shu. 我刚想起来，移动我可忘掉了。 Qassoq balla ekansizlar sizlar. Bilsam, bilmasam, Muratjon, sen mashina olib qol. Ha, ya Mijitga, men o'ylashib bo'lgan, lekin shu sami tafakkurimni chechib unutib qolibdi. Shu qilay og'zingni. O'tirisha. Qassoq balla ekansizlar. Nima qilyapsizlar? Hey, bu astoydil bulunglarda men nima chiqdim deyman, ha? To'g'ri biz qilib boqmagan ish, ha? Endi bu bosh shirkatni o'rlashtirib, bir qilinglar deganki bir astoydil bo'lsak nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qassoq balla ekansizlar sizlar. Bu bizning shirkatlar emas, boshqa tarmoq shirkatmi mush ish qilyapti-ku, ishini to'xtatib qo'ymay, ha? Bilsam, bilmasam, hammanglar shu o'zinglarga shu ayt narsani o'yildinglar qachon? Taklif yozgan. Bir narsani e'lon yozsin, o'zicha muhabbatdan qo'ydi shu ketganda ma bola. Ha? Muhabbat. Muhabbat sirapchiqda. Basam nima qilib yetman? Gelin bo'g'ib qarshini shu og'zini ushlayjoq qilib yurgan. Yana deb bu bika basa bo'g'ib qo'ymagan. Tatanbata. Qanday qilsalar qilalar? Voy Sami qog'ozni isrof qilcha bir kompyuterni bossang bo'lmamdi. Hozir hammamiz isrofchilik qarshi turibmiz desak, shugan qilqini. İlhamın kaçırmığına dolan. Voy men sen ilhomingni qochumdim, isrofchilik qilma da'vataman. Voy ilhomingni men bilan gram munosabat yo'q degina. Ajig'ini degan gapni olgansa, ha? Og'zimizni deb amaliyot qilmasa qanday oldu? Ya nimandak aramını koymaysa deyme. Ha? Bu daxil qilmasa olmanda? Men sen daxil qilyapmanmi? Ha? Chiqibchun shirkat isrofchilik qilsak, eng chong gunoh hozir. Bilib ol shuni. Sami，要不就说你呢？哎，你浪费那么多字，你知不知道你浪费了多少森林？对呀，你把你的想法嘛，一满都写到这个电脑上嘛，啊，是不是？一举两得的事情。你看你，Ben bu bilmem onun içinde kaydını valla. Şu ama kompüterde baskıcı ama kanadaki ilham yok kapı giderken futunlama. 电脑上嘛，你习惯一下就好了。 Chiqibchu, bugundan boshlab qog'oz isrof qilishga ruxsat yo'q mana shirkatda. Jon, deb ketdinglar. Bunday degan tursanglar men qahva ichib qolsam ish ekanda. Ha, shunga bir tam so'nim qadrlab uningdan unumli foydalanishimiz kerak. Ichib ekansiz qahvani kashkicha hojatxonaga chiqib ekansiz, bir ming so'm isrof qilibsizmi? Ha, ma'qul. Aka, Murat aka ma'qul. Men-chi mush gapingizni o'zing xatda qilib yozib, yo'qib, shu hojatxonaning temiga osqizib qo'yay. Ha, men atil yozg'izib kelay shu xatni. Voy bir bo'ldi qilinglar. Quruq gapni qilaver degansizlar, men ishdan tuymayotganlar. Va ssenariyni aytib topshirmasak bo'lmas haqcan. Güzel. Öyle bir kana. Ben işletsem ben şirketinkini işlettim. Ha? Ya bu ikisininki işletmişse nimada hutun işte para kılayıverdi. Men bir Amixondachoning nevrisanizda ko'rinayotgan o'xshamandim kuzanga. Bıraksam bana ben kıldı. Ha? Voy, Murat. Bu oldu. Sami! Voy gunohsiz bo'lgandan keyin jim o'tiringizmi? O'ziga olmaydi faqat. O'zicha qit bo'lishib qo'ydi. Vay. Bu ısrafçılık karşı dururuz desek. Nime diyecek ısrafçılık bu? Voy Lola direktorimiz Samiya qog'oz yozmay kompyuterni bos desam, bir moch qog'ozni isrof gap qilsam ochiqlab turibdi. Senaryo bittimi? Ha? Yizyapmiz. Hammanglarning bitmadimi? Hey ballar. Sizlar kichik baldek ish qilmanglar. Qilgan mejitlarni qanday terishtirganligingizni angladim. Şu vaqtning o'zida gap qilay desam, mejit direktor bo'ldi. Mush o'tib ketsin deb turib oldi. Hay, mening uchun kayfiyatinglarga so'g'ib ko'rsatdim yo'q. Nimish bo'lishini qat'iy nazar, yana bir turishib ko'ringlarchi. Lale rektor. Ben
Chinnigan bek alraqsizlik qilib ketdimi? Xafa bo'lma. Bizmi shu? Qaranglar ballar. Biz hammamiz bu şirketde birga ishlayapmiz. Bir oila kishilardek bo'lib qoldik. Ha? Sizlar deganning cho'ng odam oq qorni farq etalaysizlar. Qo'y shunda oliy ma'lumotli odam turibsizlar. Mushunda ishlarni qilsanglar qat'iy bo'lmaydi. Siz obdaroq o'ylashib ko'ringlarchimi? Ma'qul. Voy sen bormisan? Ha? Voy men seni katta deb butun narsani biroqla uchratibdiman to'xtay joyil deb taqa. Nima dedi? Hamma narsani uchratdi. Ya nima qilgan bu? To'xtaychigini. Ya bu kulağına devamı işte ha? Ya bu benim erkeğe bu kağıt ısırıp koymayayım da böyle kompüterde yazgan senaryolarım hiç kayısı yok oldu yine. Saqlanmaganmisan? Ya aday bu sıkılış bırakın beğenmişsen tık ya bu hacet kalkıp çıkacağım da bu. Voy sen o'ltirib qabziyat topib qolgandek men ketgan o'xshaydi debdi men shu. Odam bir narsani yezib bilmayotgandimda. Murat. Ben sana da koyayım. Naval yok kapitılgan bolsa uzan bastı. Qarab baqa. Qarab baqa var qoqshma. Yo'qmi? Yo'qmikan? Peki. Kazandığı bardu. Ha, birden mi besitimiz adaş? Hakikaten filme birden mi besitimiz adaş? Evet. Okusak okuyla. Kim muşun okup kelip kulağın tekit kalamı benim bularga. Voy, Mecit direktor. Bu qatım bular bir ishini ha? Bak, sizning yüzünüzni qilaylar deydi. Rahmat. Ha? Bo'pti. Anda olsa men o'qishdan burun deb qo'yay. Agar ma'nini ishonchinglar bo'lmasa, hozir chekinsanglar bo'ldi. Bekayli qulam yana tekitib qolmasa meni. Bo'pti. Das başta güzelden başlayla. Ma tatam patinikin en hakkı okuyla. Bekayli başlısızlar demler. Müşuğu? Güzellik ya. Bunun da
yaxshi Yaxshi, yaxshi. yaxshi güzel yaxshi Ajr qipti. yaxshi buni saqlab qo'yib turaylik ha endi mana bu Ro'shangulning ku deyman ha Ro'shangulnikini ko'rib boqinglar bu shokolad qiz nimadan o'zgartdi ha boshlaylar Ro'shangulni Ro'shangulnikida manda yozib manda boshlabdi mana Muhit asrash hammamizning o'rtaq majburiyati. shokolad qizi yaxshi bu bumi bo'lib qoldi-ku Rost bo'lib qopti. buni saqlab qo'yaylik yaxshi ha endi mana shomani bu deyman Mening. ama sen ama mana Muratniki keraklarda Murat Mijitga lalada endi men shu sizlar topshirgan ssenariyni endi vaqtida yozib vaqtida topshirib deb o'ylagandim. Lekin endi Popayga tutish qilib qopti mencha. Shuni bir bitirib andin yozaymikin deb o'ylashdim. Uning ustiga o'zinglarni bilsizlar, endi men bak astoydil bir ish qilsam, shu haqdaga yetkazib qo'ymsam, unmaydan qo'yim bachu. Shuning endi bu ssenariyni endi bir kirishib yozib kelsam, shunda yaxshi ketib qolsa, shundan bosh shirkatga yarab qilib, yondan o'chilmoqchi bo'lgan tarmoq shirkatga men muavin direktor qilamiz deb tarbiyalash aktiv qilib qolsa, bolalarim sal kichikchu. Ayolim o'z yolg'iz beqib bo'lmay qolgandek, shuni bek oldirishib ketib qolamanmi deb shunga ssenariyni vaqtida bitamidim. Bizning ishxonadagi bolalar yezib bo'lgan vaqtda topshiraymi-ki deb shu Popaykamni bir bitirib deb o'ltirdim qarab. Sizlarmi bir qopib ketmanglar. Popaykam pis ishkanligi biradim, sharpaya biradim, paypoq to'qib beraman. Kimam ejitgan? Men nem dedim lala direktor, men mashina qiladi emasman bular. Bo'ldi, qaymang a. Mashina qiladi emasman. Oy, qaymang. Endi davomli o'qing. Qayt yoz. Cho'qim yozsa. Oy, o'zi kelgan fursatni o'zi qadrlamabdi. Kichik bolaman biz. Qachon bilsam, qachon balambati, kalambati, intiti, metiti. Balda qilib ishni lanishdi bitirdi. Bikat chichin jungdi bitma. Mau. Just da shoma. Ma shomaniki. Va men kayxa. Shoma tonzida. Va men kayxa. Shoma tonzi zashidi. Manda yizibdi bu. Woman degan xatda ham. Shunday. Bu soma. Bu soma şeyli mani. Şeyli bu soma. Bu şeyli. Şeyli ha. Bu soma şey, Bu soma şey. Sana ha? Kendi soğan. Menik. Üsang oqamsi. Polaka usang oq. Lala direktor, mush balaning am. Seminang Ana o'qib baqayapti. Chidab qandaroq yoz deb. Bu manda boshlabda biz
Ne kılatsa? Demiş kılışatsa? Teştikti? Sıkballık ne bu? Bir-birini kucaqlab. Ben özün yazdım. Ras özün yazdım. Ne yazdım? Öz yazıptı. Ya Muşan aynı kuva. Ha, öz yazgan şu. Öz yazdı. Ras özün yazdım. Ha bana. Ha boptu bana. Boptu. Mana tirishsak mana bir ish qilib bo'ladi mana. Mana bu. O'tgankina yaxshi chiqibdi mana. Aralda. Bo'ladi mana. Mecit direktör sizge mi yardım o? Bana pek yardım. Ha, muşu Muratniki'den başka tört elan senaryosunu baş şirkette apırıp kösesek bulamdı ki? Bu degin o'zi bu. Olur mu? Biz yaratgan bilan baş shirkat yaratmamdi. Bot. Apa sahma apırlı. Bulturqidek ya. Bulturqidek ançamış tatan patishda yuz yurib qoldi. Qanday qildi? Ay ne? Hiç oyunluk tapqanlar ya. Bek çok otattım. Onun degeni sınav qilib o'zim degan. Endi men bo'yta qo'ygan ekan, endi to'yini qilib qo'ysanglar, sizga ko'p rahmat aytaman. Mening loyiharim Grim qilish musobaqasi. Bu lahiye arkalık xeridarlar bilen mallarımız otursun düşünüşünü enik kılıp çöndürgüz boladı iken.